Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sotuvimizda 82 hamma qidirib yurgan 82 modelidan bo'ladi, Belarus. Bu traktorimiz yillar 2020-yil. Ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar yaxshi holatda. Motorlar umuman ochilmagan, radnoy holatida bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Balon holatlari juda ham chiroyli holatda. Mana radnoy traktorlardan so'raganlar uchun bo'ladi bu videomiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yurgan matachasi 3700 soat ishlagan. Halol radnoy o'zini ishlagani kelib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu traktorimizni bahosini 190 million deb so'rashyapti. Kim qiziqqanlari bo'lsa telefon qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa traktorlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun biz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.